Ko'rib turganingdek, men musiqa sohasida umuman iqtidorli emasman. Lekin bilaman, aynan siz musiqa va san'at sohasida juda iqtidorlisiz. O'z iqtidoringizni qanday namoyon qilishni bilmayapsizmi? Unda bu imkoniyatni sizga Mening yurtim telekanali hamda New Talents bera oladi. Joriy yilning 24, 25, 26 hamda 27 aprel kunlari Gold Talents televizion tanlovi bo'lib o'tadi. Tanlovda musiqa va san'atning 15 ta yo'nalishi bo'yicha 7 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan respublikamizning barcha iqtidorli yoshlari ishtirok etishlari mumkin. Mening yurtim telekanali va New Talents xalqaro tashkiloti hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda O'zbekistonda ilk bor Gold Talents televizion tanlov bo'lib o'tadi. Tanlovga arizalar 24-martdan 23-aprelga qadar qabul qilinadi. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizdan yangi iqtidorlarni kashf etamiz. Hali ham o'ylab o'tiribsizmi? Tezroq ariza topshirmaysizmi? Vaqt ketib qoldi. Ha bolalar.